Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanal kuzatuvchilari. Bugungi lokatsiyamiz Kamush-Gamburgning yanında 4 etajli domimizni 4-etajında 3 xoyimiz patkoy suratda sotib olgan ekan. Her etajimizda 2 xonadon bo'ladi. Chap tomonda xonadonni yurib chiqamiz. Selikat domda bo'ladi. Yurtdoshlar yo'l bo'yida joylashgan. Bismillah. Uyimiz remontdan chiqib döşalib turibdi. E'tibor berib ko'rib danışib boraveramiz. Do'rimizda 2 xona tushgan. Yan tarafimizda yana balkon. Birimizda spalni. Vanda to'ychalarımızda maddenin oladi. Bir tarafımızda yine giriş kısmı. E'tibor berib görüp danışıp baranız gaz su suyetden mamma yurttaşlar. Kriz yap boyunda Kamush-Gamburg yanında joylashgan domimiz. O'ng qo'limizdan tushuntirib danıştırib boraveramiz. Birimizda spalni joylashgan. E'tibor beramiz. Oynanamiz akva, atab inasına ega, aboydan chiqib turibdi. Patoklarimiz aqlangan, lyustralarimiz boyna. Gilamlarimiz yana döşalib turibdi. Eshiklarimiz qarshi eshiklardan qo'yilgan. Почти 4 xona hesab bo'lib turibdi yurtdoshlar. Birimizda donat qo'yib to'la girmaydi. Birimizda tualet ila. Gaz suv suyetdan muammo yo'q. Birimizda vannasi. Ataplarimiz ham shura o'rnatilgan. Umonliklarimiz bor. Birimizda yana почти yurtdoshlar 4-xonada bo'lib turibdi. Baland po'lat qo'yibdilar. Birimizda kattaroq spalni. Aynamız hem bir akva aynalar qo'yilgan. Aboydan chiqib turibdi. Yana gilamlarimiz döşalgan bo'ladi. Cho'yin batareyalarimiz tashalgan. Dik yo'lning ustida joylashgan. Yanımızda yana 3-xonasi zal. 2 spalni, rulli zal tushgan. Patoklarimiz natijno. Yerimizda yana cho'yin batareyalar qo'yilib turibdi. Hem bir döşalib turibdi. Birimiz baland po'lat qo'yibdilar. Bu yerda o'tiradigan suya zessizlar. Xudo xolasa mehmon orqadan choy ichib o'tirsa bo'ladi. Yanımızda balkonumuz ham bor, 6 metrlik. Kuxnyamiz biraz joylashgan, umonliklarimiz yine aynalarimiz bir yerda taxt ayna ekan. Baland pol. Men tarafimizda kishna kladovkasi ham bor. Yurtdoshlar shunda buni narxini keladigan bo'lsak, narxi 425 million. Kim olmoq qilsa ekranimizda bo'lgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.